Hürmetli vatandaş, şende vaziyet ve muhakeme. Ben tünügülde silahı diyen edim Ukrayna vakasının yoki Ukrayna vaziyetinin keyingi taraqqiyotiga diqqat qilamiz vatandaşlar. Ondan avvalmada bir abzas so'zni sizlarga o'qib beray. Yana iliqi Sasha degan. Bu Jungocha torbeti ekan, Jungoning torbeti davrayli buni. Endi hozir YouTube'ga chiqqandan keyin biz ondan misol olamiz, material olamiz degan gap. Nima dedi bugun 1-oyning 20-kuni Sasha TV. Qozog'iston tashqi ishlar ministri Jungoning ozodlik armiyani avatib Qozog'istonda qo'zg'olonni bostirmoqchi bo'lganligini dalilladi. Prezident To'qayev Qozog'iston davlat mudofaasi ministrligining ministerini vazifasidan tashlab, davlat mudofaa garnizonining qo'mondoni Zasikopni davlat mudofaa ministrligiga tayinladi. Bu kishi Rossiyada harbiy maktab bitirgan. 1-oyning 5-kuni Rossiya askari chiqadi deyli. Shu vaqt demak Jungoning askari chiqarganligini angladi. Uning prezident To'qayev yo'q dedi. Xitoyga askari chiqaramadi. Hozir Qozog'istonga askari chiqarish, askari chiqarmaslik shu kundan boshlab hozirgacha bugun 15 kundan beri to'xtamay xabar qilinib kelyapti deb vatandoshim. Arlatib biz sizlarga Uyg'uriston davlat chegarasi bilan Qozog'iston chegarasiga Xitoy hozir askar to'plashga boshladi deydi vatandoshim. Moshunda ahvol ostida biz buni nimaga taqqos qildik? Masalan, Ukraina vaziyati qanday o'zgaryapti, Tayvan vaziyati qanday o'zgaryapti? Buni bir-biriga selishtirib keldik, hurmatli vatandosh. Endi bugun prezident Joe Biden to'g'ridan-to'g'ri xabarning mavzusi shunda. CNN shunday dedi ham. To'g'ridan-to'g'ri Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib keladi dedi. Agar bu ishni boshlasa bo'lar, biz Amerika va ittifoqdoshlarimiz bilan birga embargo qilamiz Rossiyani. Demak, hozir muqimlashdi degan gap hisobda. Prezident Joe Bidenning og'zidan chiqdi, Rossiyaning Ukrainaga kirishi muqimlashdi degan gap. Agar shunda ish bo'ladigan bo'lsa, Ukrainaga Rossiya tajovuz qilib kiradigan bo'lsa, Jungoning taraddudi nima bo'ladi? Jungoning o'rni nima bo'ladi? Jungo nima qilishi kerak? Biz chegaraga askar to'plab qoldi, Xinjiang chegarasiga mustamlaka Xinjiang chegarasiga dedik vatandosh. Shu vaqtda Jungo nima qilish kerak? Bu bir savol. Ukraina vaziyatidan foydalanish yoki suiiste'mol qilishi mumkinmi? Bundan burun biz bilimiz ham so'zladik vatandoshlar. Agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan bo'lsa, Jungo Tayvanga hujum qilishi mumkin. Hozir Tayvanga hujum qilmaslik masalasi nozik bir bosqichda yoki nozik fikr yuksakligida turayotganini siz shuni qayd qilingki vatandoshim. Bunday vaziyat ostida Jungo kompartiyasi Tayvanga hujum qilmaydi. Nimishqa? Bu hujum qiladigan askariy odamlar. Askeri odamlar anadaki Xi Jinping'dan başka yana rahbarlik var, rahbarlik gruppasi var. Bular millatchi Xitoylardan. Tayvanda yashayotgan hokimiyat beshida ko'chman Xitoylar. Bir nuqta aytgan Tayvan hokimiyati ko'chman Xitoylarning hokimiyatidir. Uning beshidagi qalpoq Gomindanchi. Tayvandagi hokimiyatmi o'xshashli ko'chman Xitoylar hokimiyati, Uyg'uristondagi hokimiyatmi o'xshashli ko'chman Xitoylar hokimiyati. Mushundaq ahvol ostida Xitoyning askariy qismlari va yakoning 2-darajalik, 3-darajalik belgilovchi rahbarlar hargiz Tayvanga hujum qilmaydi. Chunki bu millatchilik yo'l qo'ymaydi. Siz bu nuqtani bilib oling. Millatchilik vaqt siyosatda qayribidi vatandosh. Hücum qilmaydi. Bu men shunday hukm qildim, men o'zim ega. Bunda xatolashdim deyman sizlarga, to'g'ri bo'lsa, to'g'riligini o'zingizlar ko'rib olasiz. Tayvanga hujum qilmaydi. Hozir 20-kunidagi bugungi xabarda YouTube'dan Sasha TV nim dedi? Qozog'istonga askar chiqarmoqchi bo'lgan edi Xitoy. Bostirmoqchi bo'lgan edi qozoq qo'zg'olonchilarini deb yana keldi. Endi 19-kuni prezident Joe Biden nima Rossiya Ukrainaga kirdi? Vaziyat mana shunda. Dastlabki eg'izdan shunday chiqarganida Ukraina, Qozog'iston, Tayvan 3 burjaklik munosabat, 3 burjakli vaziyat.
vaziyat taraqqiyoti degan edik. Endi hozir Tayvan Janubiy dengizdagi voqealarni ko'rib bo'ldi. 100 donadan ortiq suosti yadro parxoda qachilangan bomba hozir Guam oraliga kelib to'xtadi. Xitoyning bu so'g'isida to'xtadi. Hozir masalan 5 kun ichida yoki 10-kun ichida 13-kunigacha Rossiya Federatsiyasining Bexatarlik tashkiloti G'azza davlatlari askariy qismlarini elib chiqib ketdi. Qozog'iston bosh makon bo'lib kelib qoldi degan gap hozir yana. Hozir Ukrainada bu jiddiylik, Qozog'istonda jimjitlik, lekin gap bu yerda jimjitlik va harakat va jimjitlik bu bir-birini to'liqlaydigan hukmlar, bu siyosiy hukmlar vatandoshlar. Shu vaqtda Xitoy yana tavakkalchilik qilishi mumkinmi? Ala sharini deyishi mumkinmi? Dod tikishi mumkinmi? Tabaqaga etishi mumkinmi? Yoki daryoga o'zini tashlashi mumkinmi? Vaziyat mana shunday, hurmatli vatandoshlar. Endi hozir bir savol qo'yaylik. Prezident Joe Biden vaqtni aytmadi. Masalan, to'g'ri dedi, Rossiya Ukrainaga kirdi dedi. Bu endi dedi, yoki qo'l soladi dedi. Vaqtni aytmadi vatandoshlar. Vaqtni aytmadi. Vaqt qachon? Siz tasavvur qila olamsiz? Yana birisi men tasavvur qila olamdi-mi? Vaqt qachon? Gapning tuguni noziklik darajasi mana shu ayttirdi. Shuning uchun bo'lgan oraliqda jungoda qanday o'zgarish bo'ladi? Siyosatda qanday o'zgarish bo'ladi? Sizga, bizga belgilik va ko'rib yetarlidigan o'zgarish nima? Hozirgi ichki ziddiyatlar unda tashqi siyosat mundaq, iqtisod siyosati mundaq degan gap emas. Bu jiddiy ishda vatandosh. Bu xalqarodagi intayin jiddiy ish. Ya'ni xalqaroda cho'ng davlatlar o'rtasidagi geopolitik, ro'yindarchilik voqealarga berib ketilib keladigan jiddiy ish. Arlatdagi xabarlarda, maqolalarda ko'rsatilishicha Amerika dediki, ham Ukraina o'z dediki, biz NATOga kirmaymiz dedi. Bu xulosa chiqarilib bo'ldi. Ondaqda NATOga kirmasa Ukraina, unda Rossiya yana nima Ukrainaga kirmak sababsadi nima? Yaman inchik taraflari, nozik taraflari mana bu yerda biz NATOga kirmaymiz dedi, tugudi. Amerika va boshqa NATO a'zo davlatlar Ukrainani NATOga oladigan tayyorligi yo'q dedi. Ondaqda yana Rossiya Federatsiyasi Ukrainaga nima kirmak? Masalaning tuguni shu edi. Vaziyat mana shunday keldi vatandoshlar. Aman bo'ling vatandosh. Aman bo'ling, yani davomli tahlil qilamiz keyincha.